أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalomu alaykum. Bu tovush juda ham tanish bo'lsa kerak. Har bir musulmon kishiga. Misharining Qur'oni Karim 9 soat 53 daqiqalik yozuvi. YouTube'da buni to'lig'ini tinglashingiz mumkin. Qur'oni Karimni tinglash, eshitish qalbga huzur bag'ishlaydi. Har bir musulmon kishi Qur'oni Karimni o'rganishi, o'qishi, u orqali bir tafakkur qilishi, fikrlashi kerak deb hisoblaymiz. To'g'ri emasmi? Shuning uchun bugundan boshlab Qur'oni Karimni o'qishni o'rganamiz. O'tgan darslarni bitta qaytarib olamiz. Biz mimni ustiga nima uchun bir raqamini qo'ygan edik? Zamzam, Arzam. arzam. Tamam. Hop, yangi darsga o'tamiz bugun bo'lmasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashalloh, Uzr, syomkaga sal kechikdim. Ish bu hafta rosa ko'p bo'ldi, to'g'risi. dars qilishga ulgurmadingiz. Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Men aytmoqchimanki, ko'p do'stlarimda ko'p kuzataman, vaqtim bo'lmayapti, ishim ko'pligidan o'rgana olmayapman deydi-da. Majburlash kerak ekan ozgina odam. Ozgina zahmat qilmasa, erishish qiyin biron nimaga. Bir narsa aytib beraymi? Bir kishi hayotda, ya'ni ishlari juda ko'p, ishchi odam ekanda, tadbirkormi? Hech narsaga vaqti yetmas ekan. U ish qilmoqchi, chala qolib ketadi, bu ish qilaman deb chala qolib ketadi. Hech narsaga vaqti yetmas ekan. Bir ustozdan maslahat so'rasa, mana shunday vaqti yo'q, tiqilinch holatiga Qur'on o'qishni rejalashtirgan debdi. Ya'ni Qur'on o'qishni hayotingda ajralmas bir vaqt, bir qismga ajratgan, qo'ygan unga. Xuddi ovqatlanadi odam, uxlaydi, unga albatta vaqt ajratiladi-ku. Hayotdan ajralmas bir qismi ovqatlanish, uyqu, uxlash. Xuddi shunga o'xshagan Qur'on o'qishga shunday vaqt ajratgan debdi. U odam aytadiki, birinchi hafta qiyin bo'ldi ozgina. Ikkinchi hafta osonlashdi. Bora-bora haqiqatan hayotimda ajralmas bir vaqt belgiladim. Hayotimdan ajratib bo'lmaydigan bir holat bo'ldi. Shu bilan ishlarim qanday vaqtida, ya'ni tartiblanib qolgani o'zim ham bilmay qoldim dedi. Shunaqa. Qur'onga vaqt ajratganidan. Keling, bismillah, alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohga hamd sano bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bilan bugungi darsimizni Payg'ambar alayhisalomning bir hadislari bilan boshlasak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat bo'lganda jannatga musulmonlar kirishgan paytda Iqro vartaqi deb nido keladi. O'qi, tilovat qil va ko'tarilib ketavergin. Seni manziling albatta darajalar bo'ladi, jannatdagi manzillar. Daraja bo'ladi. Qayerda tilovat qilishdan to'xtasang, seni manziling o'sha yerda bo'ladi. Ya'ni demak, Qur'onni hammasini yodlagan odam, amal qilgan odam jannatning eng yuqori qismigacha tilovat qilib bor, o'sha yerda bo'ladi go'yo. Bir pora yodlagan odam pastroqda bo'ladi. Ozgina yodlagan odam undan ham pastroqda bo'ladi, masalan. Shunga demak, esdan chiqarmaylik, biz Iqro ummatimiz, o'qi ummatimiz. Va Iqroni teskarisi irqo, ko'taril degani. O'qigan sari odam yuksaladi, ko'tariladi. Shunday ekan, o'qigan sarimiz ko'tarilamiz. Hop, yangi darsga o'tamiz bugun bo'lmasa. Bu qaysi harf ekan? Ta. O'zbek tilidagi oddiy ta. O'zimiz kundalik hayotda gapirishda ishlatiladigan ta harfi. Bu boshida yozilishi, o'rtada yozilishi, oxirida yozilishi bu. Harflarning 3 ta narsasi bo'lardi. Nima edi? Birinchisi Ko'rinish, tovush, ism. Bu yoqda ham bor-da, shogirdlar aytib turishdi ular ham. Aytib berish yo'q. Ta, tu, at, mat, mit, mim, zamma, ta, mut, tamar, tarir, zurta, amarti, marortu, umirtu, amarat, amartum, umirtum, marortum, murirtum. O'zingiz bitta o'qib ko'ring shuni. Ta, ti, tu. At, mat, mit, mut, tamar, tarir, zurta,
amarti, amarti, marartu, umirtu, amarat, amartum, umirtum, marartum, murirtum. Tamam. Hozir bitta nun harfini o'tamiz. Undan keyin bitta aytishim kerak bo'lgan bir hikoya bor. O'qish masalasida shunga taalluqli. Undan keyin ya'ni yoki bani o'tamiz. Nundan keyin eslatasiz. Eslatmasangiz o'tib ketamiz bu yoqqa. Xo'p. Bu qaysi harf? Nun. Nun harfi. Oddiy o'zbekchadagi na harfi. Na, ni, nu. Kalimani boshida yozilishi, o'rtasida, oxirida yozilishi. Ta bilan bitta nuqtasi bilan farq qiladimi shunda? Shu. Ta'da ikkita nuqta, nunda bitta nuqta. An, in, zin, man, min, nam, anta. Arab tilida sen degan, anta degan. Anta ism bormi shunaqa? Anta degan multfilmdagi nusxadagi anta. Nusxada anta bor. Mushugini ismi anta bo'ladi. Mushugini ismi. Indones tilidagi, indones tilida u. U anta sen degani arab tilida. Anta qulta lin-nasi deb Maryam surasida keladi. Iso alayhisalomga. Sizmi odamlarga, ya'ni siz odamlarga menga ibodat qilinglar deb aytdingizmi? deb turib Alloh taolo so'raydi. Iso alayhisalomda anta ya'ni senmi degan. Anta, nimta, antum, nimtum. Bitta o'qib bersizlar shuni. Harfma harf. Harakatma harakat qilib, chiroyli qilib, tushuntirib, menga o'rgatgandek qilib, Naziru. Amarna. Umirna. To'xtash bo'lmaydi. Umirna emas. Umirna. Marorna. Murirna. Amrorna. Bitta o'zingiz o'qingchi endi. Tomoshabinlardan so'rasak bo'ladi, agar kimdir o'rganib turgan bo'lsa, o'zlari ham qaytarsa, biz bilan birga. Tamam. Na, ni, nu. An, in, zin, man, min, nam, anta, nimta, antum, nimtum, naziru, nazinu. Amarna, umirna, marorna, murirna, amrorni. Oxiri? Amrorna. Mashallah. Bitta hikoya aytib beraman dedingiz. Shu harflar o'rtasida. Ha, mashallah. Badr jangida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan mushriklar orasida jang bo'ladi va ulardan 70 tasini asirga olishadi musulmonlar. Asirga olib, asirlarni egalaridan pul talab qilishadi, diyasini. Yoki sotib olinglar buni. Asirlarni sotib olinglar. Holatiga qarab, boylardan ko'proq pul talab qilishadi, kambag'allardan o'rtacha, ya'ni pulini berib asirlarni sotib olinglar deb. Shunda payg'ambar alayhisalom ajoyib bir taklif aytadilar asirlarga. Musulmon farzandlaridan 10 tasiga o'qishni, yozishni o'rgatgan odamni ozod qilib dedilar. Ya'ni asirga tushganlardan kim o'qishni, yozishni bilsa, musulmon farzandlaridan 10 tasiga o'qishni, yozishni o'rgatadigan bo'lsa, ozod bo'lib ketaveradi dedilar. Pul hech narsa talab qilmaymiz dedilar. Bu payg'ambar alayhisalom musulmonlarni ta'lim olishga, o'qitishga, ya'ni qanchalik rag'batlar kuchliligini bildiradi-da, o'rganishga. Shunaqa. Ya'ni musulmonlar qaloq deydigan odamlar bekorlarni aytibdi deysiz-da shunda. Payg'ambar alayhisalom shunaqa qilganlar. Xo'p, ya harfi va bunga qo'shilgan ikkita harf bor. Alif, vav va ya harfi illat harflar deyiladi. Arab tilida, grammatikada, ya'ni kasal harflar deyiladi. Nima uchun? Ba'zida yozilsa ham o'qilmay qoladi yoki boshqa harflarning vazifasini bajarib keladi. Shunaqa bo'lganligi uchun illat harf deyiladi. Buni hammasini jamlab voy degan kalimada jamlash mumkin. Ya'ni yozilish yoki yozilmasligi sababi ya ba'zida
alifni vazifasini bajarib kelganda ya yozilmaydi. Tushundingiz? Masalan, Musa degan kalimada sadagi asl alif yozilishi kerak, lekin ya bilan yoziladi. Alifni vazifasini ya bajaradi. O'shanda yozilmaydi ya harfining nuqtasi. Nuqta yozilgan paytda ye bo'ladi. Aslida yeni nuqtalar bo'lish kerak bu yerda. O'ta yoki qolib ketib qolgan bu. Yozilmay qolib ketgan. Demak, yeni nuqtasi yozilmaslik sababi shu. Ya, yi, yu. Ay, aymu, zaytu, maytu, ra'yu, ramyu, ramyu emas, to'xtamang. Ramyu. Ha. Bu Yaman. Ya fatha, mim fatha, nun sukun. Yaman. Maryam, mayzar, mayman, ayman, amroyni. Ha. Harflar o'qingchi. Z A Y Zay, na ye emas t. Zaytayni. aymayni. Maytayni. Ha. Boshdan bitta o'qiymiz. Ya, yi, yu. Aymu, zaytu, maytu, ra'yu. Alif ustida sukuni bor. Ra'yu. Ramyu. Yaman, Maryam, mayzar, mayman, ayman, amroyni, zaytayni, aymayni, maytayni. Mashalloh. Endi B harfiga keldik. B bu yoqqa 2 qilib qo'ysangiz bo'ladi. Labda harf chiqadigan ikkinchi harf. Va mahraj o'laroq, ya'ni harfni og'izdagi o'rni o'laroq lab ikkita lab orasidan chiqadi bu. Sifati qalqitib o'qiladi buni. Ya'ni titratib o'qiladigan harf. Eho bilan. Ba, bi, bu. Boshida, o'rtasida, oxirida kelishi. Ab. Ana endi qalqala qilsak bo'ladi. Masalan, madda B harfi. Ab. Demak, ozgina tebratib o'qiladi. Ab. Nima uchun qalqala deyiladi? Chunki tajvidni o'zi harfni haqqini berishni tajvid deyiladi. Har bir harfni haqqini berish kerak. B ni haqqi qalqala. Ab. Chunki qalqala qilinmasa, hozir aytganimizdek B harfi P harfiga o'xshab qoladi. Qalqala qilmasdan bitta o'qing-da shuni. Ab. Ya'ni P ga o'xshab qoladi. Ab. Shunga B ni tovushi bilan to'laqonli chiqishlik uchun qalqala qilib o'qiladi. Ab. Shunda B ligi bilinadi. Ab. Ha, shunaqangi qalqala harfdan 5 ta bor, bu bittasi. Ibnu. Ha. Endi qalqala qilmasdan o'qib ko'ring. Ibnu P ga o'xshab qoladi. Eshitgan odamga ham. Ibnu. Aha. Ina bintu bintu. Ha. Nun qalqala emas, bintu. Lekin bintu desa qalqala qo'ygan bo'ladi. Farqini sezdingizmi? Bintu bilan bintu. Baytu. Baynu. Roybu. Yana bir marta o'qinglar, keyingi betga o'tamiz keyin. Ba, bi, bu. Ab. Ibnu. Bintu. Baytu. Baynu. Roybu. Zaynab. Baga e'tibor beramiz, qalqala. Zaynab. Bar. Bayram.
Ra'ni fatha bo'lgan paytda o qilib o'qiymiz. Bayrom, bayrom, abrom, 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 minbar. minbar. O'zbekcha so'zga o'xshar ekanmi? Bu arabcha so'z, lekin o'zbekchaga ham arab tilidan kirgan. Minbar. Ha, bayramchi. Bu ham Bayrami? bi amroyni. Bi amroyni. Ha, o'qishga harakat qilib ko'ringchi. Ba kasra, bi, ba fatha, ba, bi ba ye, bi bay, bi bay ta ye ni, bi baytayni. bi baytayni, min baroy, minbaroyni, minbaroyni, Zaynabayni. zaynabayni. Oxirdagi ayni degan qo'shimcha bo'lsa, ikkitaligini bildiradi. Ikkita Zaynab degani, ikkita minbar degani, mana ikkita uy degan ma'noda. Zaynab, Zaynab, barbar, barbar, bayrom, bayrom, abrom, abrom, minbar, minbar, bi amroyni, bi amroyni, bi baytayni, bi baytayni, minbaroyni, minbaroyni, zaynabayni. zaynabayni. Mashalloh. Toma ko'l bo'lur, tomay qolsa Cho'l bo'lur. cho'l bo'lur. Ozgina-ozginadan olaylik, ikkita harf, uchta harfdan va har bitta harfda 10 tadan kam bo'lmasin o'qishimiz. 10 tadan kam bo'lmasin, vaqt topib o'qiylik. Bugun ta, nun, ya, ba. Yani 4 ta harf o'tyapmiz har doim. Ba'zi harflarning xususiyatlaridan b harfini labdan chiqadigan ikkinchi harf bu va qalqala harflari ba'zi. Qalqala harfi tebroq birinchisi. o'qiladigan harflar. Rahmat ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Do'stlarimiz orasida o'rganayotib turganlar bo'lsa, albatta izohlar qismida darslar qaysi jarayonda ketyapti, qanday o'zlashtiryapsizlar, agar qayerdadir qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin. Izohlar qismiga biz kuzatib boramiz. Ustozimiz javob berishga qo'ldan kelgancha harakat qiladilar. Chunki bu dars tugatganimizdan keyin qo'limizga Qur'on olib o'qiymiz inshaalloh. Bu yerda kamera ortida o'rganayotib turgan ukalarimiz bor, Sardor, Yoqub yaxshi biladi. Siz qachon o'rgangansiz? Shu ko'rsatuvda bir ma'lumot berib o'ting. Men o'rganganim yosh bola edim. Necha yoshim bilmayman, balki 10 yoshga kirmaganimda. 8-9 yoshmidim. Kitobni ko'ylagimiz ichiga hamda qilib borardik. Ko'chada chiqib ko'rib qolmasin deb. Kim o'rgatgan? Birinchi ustozingiz? Mahallamizda bir yoshlari katta otaxon bordilar. Ilmli kishida bilinardi o'qishini. O'sha kishida o'rganganman boshida. O'qish bo'lmasam ayollar dars berib qo'yardi. Ukam bilan birga chiqib o'rganardik. 8 yosh, 9 yosh paytimiz kitob tomon qilib ichimizga ko'chada birov ko'rib qolmasin deyishardi. Nechinchi yil? Xo'p, 84-85-yillar bo'ladi. U paytda mumkin bo'lmaganmidi? Bilmadim. Hatto maktabda ham bunaqa bo'lardi-da, maktabga o'qituvchi kirdida sinfga bir kuni. Komissiya keladi, sizlardan so'raydi, kim eskichani biladi deb. Deyishdan oldin kim eskichani biladi dedi. Men dedim, ya'ni bitta ikkita qo'l ko'tarishdi. Shunday komissiya kelib so'raydi, shunda hech kim qo'l ko'tarmasin. Jim o'tiringlar deydi. Xo'p bo'ladi dedi. Keyin kirdi, so'radi, indamay o'tiraverdik, bilmaganga olib, bilmaymiz eskichani deb. Eskicha deyisharmidi? Eskicha deyishardi u paytda. U paytda Doston tepasida Leninni rasmi turardi, katta. O'shaning uchun ham kattalar bir eskicha o'qitib qo'yaylik, eskicha nima qo'yaylik degan so'zlar hali ham bor ekanda. Xo'p. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha, aziz do'stlar. Xayr. Al bal lam lum بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم